2026-yil 14-iyul kuni demak kirish imtihoniga tushgan masala. Demak, ruh va misdan iborat latin qotishmasidagi umumiy elektronlar miqdori Avogadro sonidan 100 marta ko'p. Ushbu qotishma temir 2 xlorid eritmasiga tushirilganda tizimdagi qattiq aralashmaning elektronlar soni 1,6% ga kamaydi. Hosil bo'lgan yangi qattiq aralashma tarkibidagi ruh atomlarining umumiy elektronlari soni temir atomlarining umumiy elektronlari sonidan Avogadro sonidan 19,6 marta ko'p bo'lsa, dastlabki qotishma konsentrlangan sulfat kislotadan reaksiyaga kirishganda normal sharoitda necha mol gaz ajralib chiqadi. Demak, birinchi qotishma, demak ruh bor qotishmada, demak ruhi mis. Demak, bu x mol bo'lsa, bu y mol bo'lsin. Demak, buni elektronlar soni 30x bo'ladi, buni elektronlar soni 29y bo'ladi. Jami elektronlar soni. Demak, bu teng bo'lib qoladi 100 ga. Endi keyingisi, demak agarda bu eritmaga tushirsak, demak mana bu ruh oksidlanadi, mis oksidlanmaydi. Demak, reaksiya qanday kechadi? Demak, Fe-xlor 2, demak ruh xlor 2 plus Fe cho'kma bo'lib tushadi. Endi Fe-xlor 2 ning molini demak Z mol deb olsak, demak bu ham Z bo'ladi. Reaksiyaga kirishganda ham demak bu ham Z bo'ladi, bu ham Z bo'ladi, bu ham Z mol bo'lib qoladi. Ana endi ruhning hammasi x'ida, reaksiyaga kirishgan Z bo'lsa, qolganda x minus Z bo'lib qoladi. Demak, o'sha reaksiyadan keyin qotishma tarkibida ruh bo'ladi, mis bo'ladi va temir, cho'kkan temir bo'ladi. Demak, mana buni Z mol bo'lsa, demak bu y mol, demak bu x minus Z mol bo'ladi. Demak, Z mol reaksiyaga kirishib eritmaga chiqib ketadi-yu. Demak, ortib qo'ygan Z moli, x minus Z moli yana qotishmada qoladi. Ana endi ikkinchi sharti, elektronlar soni 1,6% ga kamaygan. Demak, 100 moldan demak 1,6% ga kamaysa, u 1,6 bo'ladi. 98,4 mol elektron qoladi. Demak, bu tenglamani yozsa, x minus Z ko'paytirilgan ruhniki bu 30 plus yana 29y mis o'zgarishga uchramagan va temir kirgan. Temirning elektron soni 26 Z barobar bo'ladi 98,4 bo'lib qoladi. Endi keyingisi, işte Avogadro sonidan 19,6 marta ko'p bo'lsa, bu 19,6 mol Avogadro sonidan ko'p bo'lgani uchun demak qaysiniki ko'proq bo'ladi? Ruhniki ko'proq bo'ladi. Demak, x minus Z ko'paytirilgan 30, demak minus 19,6 ruhniki ko'p bo'lgani uchun demak barobar bo'lib qoladi temir elektronlar soniga 26 Z ga. Demak, mana bu ikkovidan Z osongina topiladi. Birinchi, ikkinchi tenglamalardan. Demak, birinchi tenglama 30x 29y teng 100. Qavsdan ochib chiqsak, bu 30x bo'ladi. Demak, bu minus 30z bo'ladi, bu bilan minus 4z bo'ladi, plus 29y bo'ladi. Minus 4z teng 98,4. Demak, bu 100 ga teng bo'lgani uchun, demak keltirib qo'yib ayirsak, Z barobar bo'lib qoladi 0,4. Bu Z mana bu tenglamaga qo'yib x topamiz. X barobar 1,4 bo'ladi. Endi buni keltirib qo'yib y topamiz. Y barobar 2 bo'lib qoladi. Endi dastlabki qotishmaga demak ruh 1,4 mol ekan, mischi 2 mol ekan. Endi buni konsentrlangan sulfat bilan reaksiyasi yozishimiz kerak. Endi reaksiyani yozib o'tirish shart emas. Elektron balansidan darhol bilan moldan aralashi mumkin. Demak, ruh 0 dan nimaga o'tadi? 2 plyusga o'tadi. Mis ham xuddi shunday 0 dan nimaga o'tadi? Mis plus 2 ga o'tadi. Demak, mana buni demak H2SO4 dan, demak S plus 6 dan demak SO2 ga o'tsa, nima bo'ladi? S plus 4 bo'lib qoladi. Demak, bu ikkovi ikkita elektron bersa, demak bu ikkita elektron oladi. Shuning uchun mana buni jami moli mana buni moliga teng bo'lishi kerak elektron balansiga asosan. Demak, buni moli qancha bo'ladi? Demak, 3,4 mol ruh va mis nima beradi? Elektron bersa, bu ham xuddi shuncha elektron olish kerak bo'ladi. Demak, buni ham moli 3,4 mol bo'lib qolishi kerak ekan. Demak, n
SO2 barobar bo'lib qoladi nimada 3,4 mol bo'lib qolar ekan. Endi bitta faqat masalan muammosi bor. Demak, mana bu rux bilan H2SO4 reaksiyasidan demak faqatgina SO2 emas, nimalar ham chiqishi mumkin? Hattoki H2gacha chiqishi mumkin. Endi biz SO2 deb faraz qilib ishladik. Bo'lsa buni aniqlamaydi. Endi masalada lekin mis bilan reaksiyasidan hosil bo'lgan SO2 ni so'ragan bo'lishi ham mumkin. Endi bu aniq emas. Endi kirib chiqadilar buni yaxshiroq biladi. Har holda masalan yechimi shunday bo'ladi.